Aziz do'stlar, Salom yoshlar loyihasi davom etadi. Har qanday davlatning eng katta boyligi va eng katta buyuk kuchi bu uning yoshlaridir. Yurtimizda yoshlar ta'lim tarbiyasi davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bu borada qabul qilinayotgan turli qaror va farmonlar, amalga oshirilayotgan tadbirlar, amaliy ishlar natijasida ertamiz egalari barcha sohalarda ildamlab, yuksak muvaffaqiyatlarga erishmoqdalar. Zero davlatimiz rahbari har bir chiqishlari, murojaatlarida ham yoshlar kelajagiga qayg'urishlari bejiz emas. Suhbatdoshimiz Jo'rayev Sherali Mahmudovich Chirchiq davlat pedagogika universitetining jismoniy madaniyat fakultetida yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sherali Mahmudovich, siz bilan bog'langanimizdan xursandmiz. 2025-yil davomida yoshlar bilan ishlash bo'yicha qanday ishlarni amalga oshirdingizlar? Keling, suhbatimizni mana shu savolga javob berish bilan boshlasak. Yana bir bor assalomu alaykum barchaga, barcha radio tinglovchilariga, barcha radio boshqaruvchilariga. Men Chirchiq davlat pedagogika universiteti jismoniy madaniyat fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari lavozimida ishlayman. 2025-yil bizni fakultetimizda yoshlar bilan ishlash bo'yicha juda katta nima deydi, ishlar amalga oshirildi. Jumladan ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari, tarbiyaviy tadbirlar ham bularning orasida juda ko'p tadbirlar tashkil qilindi. Ayniqsa nima deydi, harbiy qismlar bilan, harbiylarimiz bilan hamkorlikda juda katta tadbirlarni amalga oshirdik. Jumladan nima deydi, sport musobaqalariga kelayotgansa, bizda asosan jismoniy madaniyat fakulteti bo'lgani uchun biz sport musobaqalariga ko'proq urg'u beramiz. Shuning uchun sport musobaqalariga yoki sport tadbirlariga keladigan bo'lsak, bizning fakultetimizda yil davomida juda ko'p sport musobaqalari tashkil qilindi. Ayniqsa talabalar ligasi sport musobaqalari, 5 tashabbus olimpiadasi sport musobaqalari yoki fakultetimizda yoki universitetimiz o'zida tashkil qilingan quvnoq statlar, polvonlar bahsi sport musobaqalari ko'tarinki ruhda juda katta bir tashkiliy ishlar bilan amalga oshirildi. 5 tashabbus olimpiadasi sport musobaqalarida bizning talabalarimiz respublika bosqichida ham qatnashdi. Mana misol uchun meni futboldan respublikaga chiqdi, faol ishtirok etib kelishdi. Voleybol sport turidan qizlarimiz respublikaga chiqdi, respublikada faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritishdi. Yengil atletika sport turidan ham respublikaga 4 nafar talabamiz chiqib faol qatnashib keldi. Stol tennisidan 1 nafar talaba qizimiz chiqib faol qatnashib keldi. Bu bizni 2025-yil aynan sport sohasida juda katta yutuqlarimizdan biri hisoblanadi. Bundan tashqari yaqinda mana bilasizlar, Eko partiya bilan juda katta bir tadbir o'tkazdik. Ya'ni aynan bizni talabalarimizda eko madaniyatni shakllantirish uchun nima deydi, juda katta tadbir o'tkazdik. Sport musobaqalari, zakovat tadbirlari. Qo'yingki 2025-yilda yoshlar bilan ishlash bo'yicha juda keng ko'lamli ishlarni amalga oshirdik. Men yil oxirida xursandman, sababi bu ishlar hammasi talabalarimizni bugungi kundagi ma'naviyatini yuksaltirish, vatanga bo'lgan his-tuyg'usini shakllantirishga juda katta hissa qo'shdi deb o'ylayman. Endi bugungi kun talabalari haqida, aynan o'zingiz faoliyat olib borayotgan universitetingiz talabalari, ular bilan olib borilayotgan tarbiyaviy masalalar haqida ham ma'lumot bera olasizmi? Bugungi kun talabalariga kelsak, bugungi kun talabalari juda aqlli. Biz ham misol uchun talaba bo'lganmiz 2000-yil, 2004-yillarda bakalavrda o'qiganmiz. Hozirgi kunda mana bu 21-asr rivojlangan texnikaga boy asr bo'lganligi uchun bugungi kun talabalari juda aqlli deb o'ylayman. Sababi ularga juda ko'p narsa kerak, juda ko'p bilim kerak. Aynan bizda jismoniy madaniyat fakultetimiz talabalariga keladigan bo'lsak, bizda talabalarimiz bugungi sportdan tashqari mana yangi nima deydi, texnologiyalardan foydalanishni juda yaxshi biladi. Talabalarimiz bugungi kunda katta yutuqlarga erishyapti. Faqat sport sohasida emas, ta'lim sohasida ham, IT sohada ham juda katta yutuqlarga erishyapti. Ayniqsa mana misol uchun bizda o'tkaziladigan ma'naviy, ma'rifiy tadbirlarda o'zini ko'rsatib, juda katta yutuqlarga erishib kelyapti. Bugungi kun talabalar juda bilimli, juda aqlli, juda intellektual yoshlar hisoblanadi.
ularga bugungi davrda o'qituvchilari juda bilimli bo'lishi kerak, o'zlari ham ayni bugungi davrga xos bilimga ega bo'lishi kerak deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz. Endi shogirdlaringiz, ular erishayotgan yutuqlar haqida ham gaplashsak, ular sizni qanchalik quvontiradi, ularning qanday yutuqlari bor, bu borada ham fikrlaringizni aytsangiz. Albatta, endi o'zi 2019-yildan Jismoniy madaniyat fakultetida faoliyat yurityapman. 2019-yil sani 6 yil davomida juda ko'p shogirdlar chiqardik. Sport sohasida ham ko'p chempionlarimiz chiqdi. Bilim, ilm sohasida ham juda ko'p talabalarimiz chiqdi. Mana misol uchun meni o'zimda shogirdlarimdan 3 nafari, mana bugungi kuncha 3 nafari davlat stipendiyasi sohiblari. Abdurasul Jahongir Mirzo degan talabamiz bor, Ozodqulov Olimjon degan talabamiz bor. Bugungi kunda ular meni yonimda ustoz bo'lib faoliyat yurityapti, aynan o'zimizda universitetimizda. Vaqtida 2009-yil birinchi kurs bo'lganda ularni shogirdlikka olib, ularni ilm berib, davlat stipendiyasi darajasiga ko'tarildim. Ozodqulov Olimjon Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sohibi bo'lgan. Abdurasulov Jahongir Mirzo talabamiz Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibi bo'lgan. Mana bugungi kunda yonimizda ustoz bo'lib ishlayapti. Yoki o'tgan yili 2024-yil yakunlari bo'yicha Madina Bonu degan o'q otish sportidan jahon chempioni bo'lgan bir talaba qizimiz bordi. U talaba qizimiz ham shogirdlarimizdan biri hisoblanadi. Pahlavon Mahmud davlat stipendiyasining sohibi bo'ldi. Bu juda xursandman, bunaqa shogirdlarimiz juda ko'p. Bu yil men bu narsani aytmoqchiman, sport sohasida chim ustida hokkey sporti bor agar bilsangiz. Ana shu chim ustida hokkey sportidan universitetimizga olib kirdik. O'g'il bolalar, qiz bolalar jamoasini shakllantirdik. Ana yaqinda oktyabr oyida oliy ta'lim muassasalari o'rtasida respublika musobaqasi bo'lib o'tdi. Bizda bolalarimiz ham qatnashdi. O'g'il bolalarimiz 1-o'rinda, qiz bolalarimiz 2-o'rinda qo'lga kiritishdi. Ular ham shogirdlarimiz hisoblanadi. Men juda ham xursandman ularning natijalaridan, sababi o'zi ko'p bo'lmadi-da. Mana bo'lgan bo'lsa bir 3-4 oy bo'ldi. Chimizda hokkey sportini ham universitetimizda tashkil qildik. Va hozir sharoitlarimiz sal kam, xudo xolasa niyatimiz bor. Shu bir sharoitlar chimizda hokkey sport maydonchalarini qurib, keyingi davrlarda, keyingi yillarda bu sport turini ham rivojlantirib, endi O'zbekiston emas, o'sha butun Osiyoga yoki xalqaro darajadagi musobaqalarga qatnashish niyatimiz bor, xudo xolasa. Niyatingizga yeting ilohim. Endi prezidentimizning Oliy Majlis va ko'p millatli xalqimizga murojaatnomasi bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni bildirsangiz. Xo'p, yaqinda bu bo'yicha ham prezidentimiz juda bir 2025-yilda erishgan natijalarimizda faxr bilan aytib o'tdi. 2026-yilga qo'yilgan maqsadlarni chiroyli qilib butun xalqimizga yetkazdi. Bu borada ham ko'p gapirsa bo'ladi-da, chunki sababi barcha sohani qamrab oladigan bir tashkiliy ishlarni aytib o'tdi. Men nima deyman? Xudo xolasa bu topshiriqlarni bajarishda o'zimizda, ya'ni universitetimizda, fakultetimizda qiladigan ishlariga men o'zim ham bir katta bir hissa qo'shaman degan umiddaman. Sababi O'zbekiston Respublikasini umuman yangi O'zbekistonni rivojlantirish, yangi O'zbekistonni rivojlanishiga hissa qo'shish har bir insonni, har bir yoshda, har bir O'zbekiston fuqarosining burchi deb o'ylayman. O'sha uchun men har doim bunga yon bosib kelganman, har doim buni o'zim uchun faxr deb bilaman. Juda ham yaxshi. Rahmat deymiz sizga bunday ajoyib so'zlar uchun. Va endi yangi 2026-yilda qanday rejalarni amalga oshirishni niyat qilyapsiz, o'ylayapsiz? 2026-yilda endi har bir bilasiz, har bir insonni o'zini rejalari bo'ladi, har bir tashkilotda, har bir rahbarda o'zini rejalari bor bo'ladi. Shu qatorda ham men o'zimni
kichik bir rejalarimni amalga oshirib qo'yganman. Ya'ni rejalashtirib qo'yganman. Yaqinda dekabr oyining boshlarida o'sha ilmiy sohaga qiziqadigan bir 20 nafar talabani nima deydi, bir yig'ib ular bilan bir dildan suhbat o'tkazib, bir rejalarni rejalashtirib oldik. O'sha 2026-yilda qiladigan ishlarimizni hammasini kelishib oldik. Xudo xolasa, meni niyatim 2026-yilda o'sha talabalarni nima deydi, katta natijalarga erishishda ozgina hissamni qo'shish. Endi sport sohasida albatta, sport sohasida ham o'sha aytdimki, boya Tunisda hokkeyga hozir kirishganmiz. Bu yo'nalishda ham ishlarni amalga oshiramiz 2026-yilda. Eng asosiy rejam o'sha 20 nafar talabamni saralab, nima deydi, ilm qilaman degan talabalarni saralab, ular bilan faoliyatni boshlaganmiz. O'sha asosiy rejam o'zimda nima deydi, fan taraqqiyotida o'zimda asosiy rejam bor. Yaqinda sentyabr oyida seminarimdan ham o'tdim. Ilmiy ish qilish niyatidaman. O'sha falsafa doktori darajasini olish uchun harakat qilyapman. Asosiy rejam nima deydi, 2026-yil mart oyiga rejalashtirganman. Xudo xolasa, nasib qilsa o'sha himoya qilish niyatimiz bor 2026-yilda. Omad tilaymiz, muvaffaqiyatli himoya qilib oling. Albatta himoya qilganingizdan so'ng mana himoya qildim deb aytasiz suhbatlashganimizda. Juda sevindik bu niyatingizdan, juda ham xursandmiz. Yurtimizda qancha olimlar ko'p bo'lsa, albatta yurtimiz salohiyati shunchalik ortib boradi, to'g'rimi? Endi bizni tinglayotgan muxlislarimizga yoki yaqinlaringizga yangi yil oldidan qanday tilaklaringiz bor? Xo'p, 2026-yil barcha O'zbekiston fuqaro, barcha dunyo fuqarolariga bir barakali, bir yaxshi yil bo'lsin deb niyat qilaman. 2025-yilda amalga oshirilmagan yoki umid bo'lib, orzu bo'lib qolib ketgan bir rejalari, tilaklarini 2026-yilda amalga oshishini Allohimdan so'rab qolaman. 2026-yil yurtimiz uchun, har bir xonadon uchun, har bir tashkilot uchun bir chiroyli yil bo'lsin deb niyat qilaman. Katta rahmat sizga. Suhbat uchun tashakkur deymiz. Ajoyib suhbat bo'ldi. Tilaklaringiz uchun ham minnatdormiz. Sizga ham eng yaxshi tilaklarimizni yo'llab qolamiz.